Shunaqa videolarni mazza qilib ko'raman-da. Fu, yomon ko'raman. Voy kayf-ku, yuzingni kir qilib tashlaysan-da, keyin mazza qilib tozalaysan. Aha, keyin katta poralar bilan kosmetolog yurasan. Rostdan, uni nima qiling? Srochni yaxshi quritadigan kislota et. Birinchidan, yog'li teriga ham namlantirish muhim. Yog'li terini haddan oshiq quritib yuborsa, o'zini namlantirish uchun yanada ko'proq yog' chiqaradi. Nima qiling xo'p? Sen nima qilasan? Har kun makiyajni gidrofilni yog' va yumshoq penka bilan yuvaman. Lekin buni o'zi yetmasligi mumkin. Meni maqsadim esa chuqur tozalash, lekin quritib yubormaslik. Plus haddan oshiq ko'p yog' ishlab chiqarilishini oldini olish. Sostavida 3 xil glina bor bo'lgan Lagon maska deyarli qurimaydi. Kaolin teri uhodida ishlatiladigan eng yumshoq tabiiy glinalardan bittasi. Undan tashqari sostavidagi centella tinchlantiradi. Niacinamid dog'lar bilan ishlaydi. AHA, BH, PH kislotalar poradagi yog'larni kamaytiradi. To'xta. Poralarim toza bo'lsa, chorniy tochkini qanaqa tozalayman? Tozalab mazza qilardim-ku. Tak bekorga yerga tekkanmisan? Bu точно. Adasi, qachon qaytasiz?